Turkiyada qanday holatda qochoq qolganlar afvdan foydalanib yashash ruxsatnomasi olishi mumkin? Shu haqida gaplashamiz bugun. Nafaqat qochoq qolganlar, hatto yangi kelganlar ham mana shu imkoniyatlardan foydalanib yashash ruxsatnomasi olishi mumkin. Kimlar sizga kafil bo'lishi mumkin Turkiyada yangi kelganlarga yoki qochoq qolib yashash ruxsatnomasi olmoqchi bo'lganlarga? Birinchi o'rinda chorvachilik, qishloq xo'jaligi ishlari. Shunaqa ish beruvchi patron bo'lsa, o'sha odam kafil bo'lsa, qochoq qolgan bo'lsangiz ham, yangi kelgan bo'lsangiz ham, o'sha yashash ruxsatnomasi olishingiz mumkin. 6 oylik ishlash ruxsatnomasiga o'tish sharti bilan. Keyingi o'rinda shu 60 yoshdan oshgan kampir yoki boboy bo'lsa, 65 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. Ana o'shalarga boquvchi sifatida afvdan foydalanishingiz mumkin. Yoki bola parvarishi yoki bemor parvarishi ishlarida ish beruvchi kafil bo'lsa, sizga 6 oylik yashash ruxsatnomasi beradi, ishlash ruxsatnomasiga o'tish sharti bilan. Endi yana bitta narsa bor bu yerda, ish beruvchini oylik daromadi eng kam olish haqini 4 barobardan ko'p bo'lishi kerak. Turkiyadagi eng kam olish haqini aytyapman. 5 barobar bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Chiqishi osonroq bo'ladi. Endi men boboy qarayman, boboyni o'zini oyligi 70 ming lira, u bo'lmaydi-ku desanglar, boboyni farzandi bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Umumiy oylik daromadi 2-3 kishi birgalikda ham o'sha kafil bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib ham o'sha deylik, boboyni farzandlari 4 ta farzandi bor, o'sha 3 tasi kafil bo'lsa ham, o'sha oylik daromadi 20 eng kam olish haqqi 4 barobardan yuqori bo'lsa, sizga kafil bo'lib 6 oylik o'tirmasini olib beradi, çalışmasini o'tish sharti bilan. Endi sizdan nimalar kerak bo'ladi? Agar siz Turkiyaga shartli kirish qilib qochoq qolmagan bo'lsangiz, polisga tushmagan bo'lsangiz yoki polisga tushib 20 kunda chiqib ketdigan ogohlantirish olmagan bo'lsangiz yoki o'tirmizingga qachondir topshirdingiz, rad javobi keldi, go'chga bordingiz, ogohlantirish berdi, 10 kun ichida chiqib ketdi deb. Shunaqa ogohlantirish olmagan bo'lsangiz, ya'ni mahkamalaringiz bo'lmasa, qachondir polis ushlab deport qilgan bo'lsa-yu, yana qaytib kelmagan bo'lsangiz yoki pasportingizda amal qilish muddati 1 yildan ko'p bo'lsa, foydalanishingiz mumkin. Boya yuqorida sanab o'tganlarim afvdan foydalana olmaydi. Ya'ni boyaga polisga tushgan, deport bo'lgan, qachondir mahkamasi bor, shartli kirish qilgan, qo'l qo'yib qo'ygan, ogohlantirish olgan, mana bularga rad javobi kelyapti. Patroni kafil bo'lsa ham, patroni zo'r, oylik daromadi zo'r bo'lsa ham rad javobi kelyapti. Endi men bu ishni qilmayman, men o'sha professional shirkatlarda kuzatib borib aytyapman. O'sha video qilyapman, jim turib tur. Shu bilan birgalikda afvdan foydalansam bo'lar ekan deb mana bu tekstilda yurgan, restoranda ishlab yurgan, umuman boshqa ishda ishlayotganlar ham harakat qilib ko'rmoqchi bo'lyapti. Do'stlar, agar patroningizni haqiqatan boboy onasi bo'lsa, yoshli otasi bo'lsa, patroni kafil bo'lsa, qilish mumkin. Lekin qaysidir shirkatga pul berib, 2 yildan buyon qochoqman, 3 yildan buyon qochoqman, menga ish topib ber deyishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar, chunki afvdan foydalangandan keyin o'sha 6 oylik o'tirmasini olganingizdan keyin siz çalışmasini o'tishingiz kerak. Orada bir aytdiki, bir marta afvdan foydalangan oldin boshqa foydalana olmaydi deb juda ko'pchilik rad qildi. Shunaqa men o'zim ham aytgandim, bir marta foydalangan bo'lsanglar, endi foydalana olmaysizlar deb. Lekin endi yana 3-avgustda aytayaptiki, endi agar siz afvdan foydalanib o'tirmasini olgan bo'lsangiz, lekin patroningiz bilan kelishmay chiqib ketgan bo'lsangiz va qochoq qolgan bo'lsangiz, yana afvdan foydalanishingiz mumkin deyapti. Ya'ni endi bir marta emas, 2-3 marta ham foydalanishingiz mumkin degan narsani aytayapti, chunki ishchi yetishmayapti Turkiyada. Boboy qarash, kampir qarash, shu bola parvarishi, bemor parvarishi, chorvachilik, qishloq xo'jaligi ishlarida ishchi yetishmayapti. Hatto 6 oylik o'tirmasini olgan bo'lsangiz, o'sha afvdan foydalanmagan bo'lsangiz, bu safar bermayotgan, endi berishi mumkin. Yoki 6 oylik o'tirmasingizga murojaat qildingiz, turistik ikomatingizga yoki 1 yillik ikomatingizga murojaat qildingiz, rad javobi oldingiz, 6 oydan keyin murojaat qilasan, 6 oy ichida qayta murojaat qila olmaysan deganda, endi mana 3-avgustdan keyin yo'q, o'tirmasingga rad javobi oldingmi, boshqa patron topib yana harakat qilib ko'rsang bo'ladi, deyapti Go'ch idorasining o'zi. O'sha professional 20 yil, 30 yildan buyon Turkiyada migratsiya bo'yicha ishlaydigan shirkatlarga bu narsani aytdi. Misol uchun Murat Ershahin Turkpermitdan bu narsani aytib chiqdi, yoki Halil Ko'ch yoki Atasha danishmandlikmi degani bor, o'sha Yulduz opalar bor, misol uchun professional konsalting shirkatlar Turkiyada, o'sha danishmandlik shirkatlari. Patronlaringni o'zi qila olmasa bu narsani sizga, o'sha men yuqorida aytib o'tgan shirkatlar bilan qilishingiz mumkin. Bu reklama emas, ma'lumot uchun aytyapman, chunki ko'pchilik qaysi shirkat deb aytadi. Yulduz Permit, Yulduz opa, Murat Ershahin Turkpermitdan, Halil Ko'ch, o'sha boyagi Atasha danishmandlik, yana bordir bir qancha professional shirkatlar, men nomini solmayotgan bo'lishim mumkin yoki men ko'rmagan bo'lishim mumkin. Xo'sh, shirkatlarga 10 yildan buyon qochoqman, 5 yildan buyon qochoqman ishonsam bo'ladimi desanglar, agar ish beruvchingiz o'zingizniki bo'lsa ishoning.
Chunki bu yerda bitta narsa bor. 5 yildan buyon qochoq yurgan bo'lsangiz, 700-800 dollarga yaqin jarimangiz ham bor-ku. Uni to'lashingiz kerak-da avtodan foydalanish uchun. To'lasangiz rad javobi kelsa, ertaga chiqayotgan paytingizda yana jarima to'latyapti qochoq qolganingiz uchun. Avtodan foydalanish uchun nima qilinadi? Patron kafil bo'ladi, notariusdan men kafilman deydi, men oylik daromadimni deydi, hujjatlarni ko'rsatadi, go'chatoradan navbat oladi. Deylik, sizga keyin barmog'ingizni topshirish kerak bo'lgan joy bo'ladi. O'sha paytda siz qochoq qolgan kunlaringizga jarima to'laysiz. Yangi kelganlar endi qochoq qolmasdan turib ham o'sha patronni kafil qilib o'tirmasdan olsa bo'ladi. Yuqorida sanab o'tgan ishlarimda hamma ishda emas. Endi 5-6 yildan buyon qochoq bo'lganlar jarimani to'lashingiz kerak bo'ladi. Jarimani to'lamasangiz sizga o'tirmasini bermaydi. Jarimani to'lab barmog'ingizni topshirdim 100% chiqardim desangiz, rad kelib qolishi mumkin. Yuqoridagi sabablardan birida patronni oyligi kam bo'lishi mumkin yoki bo'layotgan kriteriyalarga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin yoki sizda qanaqadir kod bo'lishi mumkin. Sizda mahkamami siz bilmagan qanaqadir kodlaringiz bo'lsa, rad javobi kelsa, o'sha qochoq qolgan kunlarga to'lagan jarimangiz kuyib ketadi. Mana shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Shaxsiyimda juda ham ko'payib ketdi meni, aftan foydalansam bo'ladimi? Aftan foydalansam bo'ladimi? Yuqorida sanab o'tyapman u, kimlar foydalansa bo'ladi. Hatto mana shu videoni ham kommentga kirib, meni patronim fabrikada ishlaydi, bo'ladimi? Farqi yo'q qayerda ishlashini. Faqatgina uni agar otasi yo onasi bo'lsa, shunga qarovchi qilib 65 yoshdan oshgan yoki bemor qanaqadir qarindoshi bordir yoki chorvachilik, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan qanaqadir tanishi bordir. Shu orqali sizga mayli, siz shunchalik unga kerak ishchi ekansiz, qilib bersin. Keyin aftan foydalanish bo'yicha yangiliklar, qoidalar tez-tez o'zgarib turibdi. Bundan oldin biroz murakkabroq edi. Ya'ni nima deganda, so'nggi 6 oy ichida o'tirmizga murojaat qilgan bo'lsang, rad javob olgan bo'lsang foydalana olmaysan degandi yoki bir marta oldingmi boshqa foydalana olmaysan degandi. Buni ham yuqorida ham aytib o'tdim. Mana o'zgardi. Demoqchimanki, bu videoyimdan keyin ham yana qanaqadir o'zgarishlar chiqib qolishi mumkin. Shunga qarab boryaptiki, Turkiyada ishchi yetishmagani uchun Turkiya hukumati o'sha talabalarga ham o'tirimizni olgan bo'lsa 1 yildan keyin chalishimizga o'tishi mumkin dedi-yu. Buni sababi ishchi yetishmasligidan. Keyinchalik 1 yildan keyinmi, yarim yildan keyinmi, 2 yildan keyinmi o'tirimizni yana ochib yuborishi mumkin turistik ikomat iznini. Nega hatya bir qonuniy yursin deb nima qiladi ularni ushlab deport qilaverib, o'ziga ham tashvish Turkiya hukumati berib o'tirimizni qiyinroq qilishing mumkin, qimmatroq qilishing mumkin, berib fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Duch kelgan shirkatga ham aftan foydalanish mumkin degan reklamani qo'ysa, ishonib pul berib qo'ymanglar. Faqatgina yuqorida sanab o'tgan ishlarimdan qishloq xo'jalik yoki chorvachilik, 65 yoshdan oshgan bobo yoki kampir yoki bemor parvarishi va sizga kafil bo'ladigan ish beruvchining oylik ish haqi Turkiyadagi belgilangan eng kam ish haqqining 4 barobardan ko'p bo'lishi kerak. Va sizni holatingiz ham muhim. Qanday holatda qochoq qolgansiz, nima bo'lgan sizda o'sha Turkiyadagi yurgan paytingizda deport bo'lgansizmi, shartli kirish qilgansizmi, o'tirimizni rad qilganda qo'l qo'ygansizmi, 20 kunda chiqib ketgan ogohlantirish olib qo'yganmisiz, qachondir polisni deport qilgansizmi, birovni mahkamasi bilan bormi urush janjal qilganmisiz, shularga ham e'tibor berishingiz kerak. Sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar, savollaringiz bo'lsa kommentga yozinglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman.